Buxoro nomining kelib chiqishi tarixiga to'xtalsak, Buxoro O'rta Osiyodagi eng qadimiy shaharlardan biri. Buxoro nomi ilk bor Yunon astronomi Klavdiy Ptolomeyning geografiya asarida uchraydi. Tojikistondagi Mux tog'idan topilgan so'xt hujjatlarida esa puxar shaklida tilga olingan. Hozirgi Buxoro o'rnida islom dini tarqalishidan bir necha asr oldin shahar bo'lgan. Shahar Xitoy manbalarida dastlab 5-asrda Niyumi shaklida tilga olingan. Bu Buxoro nomlaridan biri Numjikat shahrining xitoycha transkripsiyasidir. Shaharning nomi xitoylik sayyoh Budda rohibi Suyandzyan xotiralarida Budo shaklida qayd qilingan. Ko'pchilik olimlar, jumladan akademik Bartelt, nemis olimi Tamashik Buxoro nomi sanskritcha Vihara so'zdan kelib chiqqan bo'lib, Budda ibodatxonasi demakdir deb hisoblaganlar. Bartelt Balxda yoki Samarqanddagi kabi Buxoroning yonginasida ham Budda ibodatxonasi bo'lgan deydi. Shuni aytish kerakki, shaharning nomi ko'p bo'lgan. Tarixchi Narshahiy Buxoroning Numichkat, Bumiskat, Madinat us-Sufriya, ya'ni Mis shahri, Madinat ut-Tujjor, ya'ni savdogarlar shahri degan nomlari borligini aytgan. Tarixchi Hofiz Tanishning yozishicha, Buxoro so'zi Buxor so'zidan kelib chiqqan bo'lib, otashparastlar tilida ilm makoni demakdir, deydi.